O'zbekiston ekologik partiyasi Xorazm viloyat kengashi tashabbusi bilan Urganch shahrida ko'ngil ekologiyasi shiori ostida rasmlar tanlovi tashkil etildi. Mazkur tanlov yosh avlod qalbida tabiatga mehr-muhabbat, uni asrab-avaylashga bo'lgan mas'uliyat hissini shakllantirish, shuningdek ekologik muammolarga befarq bo'lmaslikka undashga qaratilganlik bilan ahamiyatlidir. Tadbir davomida ishtirokchilar chiqindilarni to'g'ri saralashning ahamiyati, yashil makon umummilliy loyihasining samaradorligi, energiya resurslaridan tejamkorlik bilan foydalanish kabi dolzarb mavzularda o'z ijodiy ishlari bilan faol qatnashdi. Bugungi tadbirimizda hududlarda ekologik madaniyatni yuksaltirish va yoshlar orasida ekologik madaniyatni shakllantirish bo'yicha tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, mahalliy kengash deputatlari bilan birgalikda ish rejadan kelib chiqqan holda, aynan bugungi kunda o'quv dargohlarida, ta'lim muassasalarida ko'ngil ekologiyasi rasmlar tanlovini o'tkazmoqdamiz. Bundan asosiy maqsad aynan yoshlar orasida ekologik madaniyatni yuksaltirish, jamiyatda ekologiyani tushunchasini shakllantirish va insonlar o'rtasida, yoshlar o'rtasida ekologiyaga bo'lgan mehr-muhabbatni kuchaytirish. Yosh ijodkorlar o'z asarlarida tabiat go'zalligi, inson va atrof muhit o'rtasidagi uyg'unlik, ona tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish g'oyalarini aks ettirdi. O'zimning startap loyihamni taqdimotini qildim. Ushbu startap loyihamda Xorazm hududidagi chiqindilarni yo'q qilish, toza va insonlar uchun foydali bo'lgan havoni ishlab chiqarishga bag'ishlanadi. Bundan tashqari startapning platforma varianti ham ishga tushiriladi. Platformada esa o'quvchilar uchun biologiya va kimyoga oid testlar, har xil musobaqalar tashkil etiladi. Bunday startap loyihalari insonlarga tabiatni asrash, ekologik madaniyatni oshirish hamda havoni va atrof muhitini saqlashga yordam beradi. Tanlovda har bir ishtirokchining ijodiy yondashuvi, mavzuni yoritish darajasi va tasviriy ifoda vositalaridan foydalanish mahorati hakamlar hay'ati tomonidan sinchiklab o'rganildi. Tadbir yakunida faol va iqtidorli ishtirokchilar munosib rag'batlantirib, ularga tashakkurnoma hamda esdalik sovg'alar topshirildi. Ko'ngil ekologiyasi rasmlar tanlovi yoshlarning ekologik tafakkurini rivojlantirish, ijod orqali atrof muhitni asrash g'oyalarini keng targ'ib etish va jamiyatda ekologik mas'uliyatni oshirishga xizmat qiladi.